Xorazmda tuyoqli qiz afsonasi. Bir haydovchi tunda kimsasiz yo'lda ketayotgan bo'ladi. Atrof qorong'u, faqat mashina chiroqlari yo'lni yoritib boradi. Kutilmaganda yo'l chetida oq ko'ylak kiygan, sochlari uzun bir qiz qo'l ko'tarib turganini ko'radi. Haydovchi hayron bo'lib, mashinani to'xtatadi. Qiz qo'shni qishloqqacha tashlab qo'yishni so'raydi. Qiz otda o'rindiqqa o'tiradi. Haydovchi gap otadi. Qiz esa qisqa javob beradi. Bir payt haydovchi salondagi ko'zguni to'g'rilayotganida pastga qizning oyoqlariga ko'zi tushadi. Qizning ko'ylagi biroz ko'tarilgan, uning oyoqlari esa insonniki emas, balki teskari qaragan ot oyoqlari edi. Haydovchining ichiga sovuq bir titroq kiradi. U qarshisida inson emas, balki jin o'tirganini tushunib yetadi. Haydovchi bir amallab o'zini qo'lga oladi va hiyla ishlatishga qaror qiladi. Mashinani sekinlashtirib, go'yoki motor o'chib qolgandek to'xtatadi. Haydovchi qizdan mashina o'chib qoldigani va yoqish uchun biroz itarib yuborishni so'raydi. Qiz indamay mashinadan tushadi va orqaga o'tadi. Haydovchi darhol hamma eshiklarni ichkaridan qulflab, qiz itara boshlashi bilan bor kuchi bilan gazni bosadi. Mashina joyidan qattiq yurib ketadi. Haydovchi qutuldim deb o'ylaydi, lekin orqa oynaga qarasa, boyagi qiz inson aqliga sig'maydigan tezlikda yugurib kelayotganini ko'radi. Uning yuzi endi g'azabdan bujmayib ketgan, ko'zlari yonib turardi. U mashina orqasiga urib, dahshatli ovozda baqirardi. Haydovchi qo'rquvdan faqat gazni bosadi. Bir necha kilometrdan keyin qiz ko'zdan g'oyib bo'ladi. Haydovchi uyiga yetib kelganida mashina orqasida qiz urgan joylari va tuyoq izlari qolganini ko'radi. U shu voqeadan keyin uzoq vaqt qattiq kasal bo'lib yotgan. Xorazm vohasi va Amudaryo havzasi o'zining boy o'tmishiga ega. Afsuski, inson omili, ekologik o'zgarishlar va suv sathining kamayishi natijasida bu hududdagi ko'plab noyob hayvonlar va baliq turlari butunlay yo'q bo'lib ketgan yoki yo'qolish arafasida turibdi. Xorazm tabiatining eng katta yo'qotishi bu Tron yo'lbarsi, bu ulkan yirtqich Amudaryoning quyuq to'qayzorlarida yashagan. Qadimiy manbalarda ularning ko'pligi sababli daryo bo'yidan o'tish xavfli bo'lgani aytiladi. Oxirgi Tron yo'lbarsi 1950-yillarning o'rtalarida Amudaryo deltasida yo'q qilingan. Ilgari qish faslarida esa sayyohlar galasi Ustyurtdan Xorazm taraflarga, daryo bo'ylariga tushib kelishgan. Hozirda bu voqea hududida ularni uchratish deyarli imkonsiz. Qizilqum kengliklarida yovvoyi eshiklar galalab yurgan, hozirda ular deyarli uchramaydi. Ba'zi baliqlar daryo qurishi natijasida ko'payishdan to'xtab, deyarli qirilib ketdi. Shulardan soxta kurak burun faqat Amudaryoga xos, juda qadimiy va noyob. Hozirda deyarli uchramaydi. Orol baqra-baliq vohaning eng yirik va qimmatli balig'i edi. Hozirda butunlay yo'q bo'lib ketgan. Tabiatda faqat to'qazorlarda yashaydigan Buxoro bug'usi Xongul hozirda Baday To'qay qo'riqxonasida saqlanib qolgan. Amudaryo bo'ylarida yashagan O'rta Osiyo qunduzi ham daryo ifloslanishi va to'qaylarning kesilishi sababli juda noyob bo'lib qolgan. Xorazmning bu boy o'tmishini bilish bizga bugungi tabiatni asrash qanchalik muhimligini eslatadi.